81 mingga Novza metroni yonidan 2 xonali tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Xonadonimizda kirish yo'lagidamiz. Asosiy eshigimiz, chap qo'lda ketma-ketlikda sanuzullarimiz joylashgan. Ushbu xonadonimiz umumiy maydoni 54 metr kvadratni tashkil etadi. Ya'ni g'ishlik uy, xonalari ichma-ich, lekin uy egalari tomonidan razdelni qilib taxlangan ekan. Bu ota-onalar xonasi, ko'rib turganlaridek mebellari bilan to'liq jihozlangan. Bu esa asosiy zalimiz. Juda ham chiroyli. Zaldan esa bolalar xonasini ko'rishimiz mumkin. Asosiy zalimizdan 2x6 o'lchamidagi balkonimizga chiqamiz. Balkondan unumli foydalangan holatda oshxona qismi qilib qo'yilgan. Uy egalari tomonidan mana mebellarigacha chiroyli qilib jihozlangan, bitoviy texnikalarigacha o'rnatilgan. Novza metrogacha 400-500 metrni tashkil etadi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna